Bugun o'sha hammaligiga yoqqan Smoky Eyes makiyajimni qilishni o'rgataman. Kosmetichkamni yangi kosmetikalar bilan to'ldirib birinchi shunaqa qo'rqinchli linzamni taqib olaman. Qoshimga Lux vizajni shunaqa fiksatorni ishlataman. Dunyodagi eng yaxshi konsiler bu Tarteniki, ishoninglar. Ko'zim ichini qoraga bo'yab olaman. Qovoni ustini ham xohlasanglar qalam bilan, xohlasanglar tem bilan bo'yasanglar bo'ladi. Men tem bilan bo'yayman, bilamaslarga urod tuyulyapti. Lekin oxirida chiroyli chiqadi. Dior shunaqa jigarrang rangini olib, qorani ustini bo'yaymiz. Keyin bir-biriga singdirib, tepasini ham toza shotka bilan yaxshilab rastovka qilib yoni shunaqa xunuk bo'ladimi deb xavotir olmanglar. Vlajniyda shundoq artvoramiz tekis bo'lib qoladi-yu. Meni yuzim quruq bo'lgani uchun Bobbi Brownni shunaqa bazasini ishlataman. Yuzimga zo'r tushadi bu. Hamma nomer 1 deb biladigan Charlotte shu tonalkasi juda ham plotniy, hamma qizarishlarni yopib tashlaydi. Bu basharam bilan menimcha men bu xotinga o'xshab qoldimmi? Qo'rqib ketmadinglarmi? Oxirida zo'r bo'ladi. Baribir bu tonalkani sevaman. O'zimga oqini olib qo'yaman. Mana shu ham jiddiy ham suxoy varianti bor. Konturni ishlataman. Xuddi shu brendda